Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaliddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitapta biz bugün Abbasilarning 21. sultani Muttaqib lillah degan halifeninki hayatı bilan zamanı bilan tanışıp chiqamiz. Bu adam Hijriya 329-yildan Hijriya 333-yil qadar hokimiyat beshida o'ltirgan. Bu adamninki kunyasi Ebu İshaq. Ama ismi İbrahim ibn Muqtadir ibn Mu'tazid ibn Talhat ibn Mutevekkil. Yani bu Muqtadir Billah'ın oğlu İbrahim degan kişidir. Bu adam özün o kişi Razi Billah ölüp ketkendan keyin halifelik huquqi erishgan. Yeşi şu paytda 34 yaş. Onasının ismi Hallub yoki Zuhra degan bo'lib, bu anisi Didek. Bu hiç narsa o'zgartmagan. Hatta o'zing qo'lida bor didekning ustiga yana bir didekmo olmagan. Yani demakchi bo'lgani hech qanday narsa o'zgartmay shu Razi Billah davridagi zaman shu ishlar bo'yicha yashagan dedi. Hatta o'ziga shu mol mulkni to'plab yoki dideklarni ko'paytirib yoki xotinni ko'paytirib bunday ish qilib boqmagan demakchi. Bu odam nayt ko'p ro'za tutadigan, ibodatni jiq qiladigan odam. Hayotida hech qanday ichitgan ichimlikni ichib boqmagan. Davomli deydigan gapi Qur'ondan boshqa do'st xolimayman deydi. Amaliyotda buning ismi ham xalifa. Huquq Abi Abdullah Ahmad ibn Ali al-Kufi degan Bechkim degan turk qo'mondonning kotibining qo'lida edi dedi. Biz başta mı deb o'tdik, bu asasen bu davrda Türkler Abbasilarninki xilafetning siyasi idari huquqlarining hammani changiliga ilib olgan paytlar. Bu paytdagi xaliflarning hammasi asasen qo'chaq. Hatta o'zining xajlaydigan pulg'imi bularning kuchi yetmaydi, erkinlik yo'q. Bu adam xalif bo'lgan bu yilda Mansur şehrideki yeşil gömbez çıkıp gitti. Bunu Ebu Cafur Mansur'u yasıgan haşametlik bir gömbez edi şehrininki. Bu çıkıp gitken dedi. Bu aynı vaxtıda Bağdat'ın tacı idi. Abbasiler cemaatinin yadikarı idi. Ebu Cafur Mansur'u yasıgan. Bunun İngiliz'deki 80 gez astıda çok bir oyvan saray batı. Uzunluk 20 gez kanlıkımı 20 gez edi dedi. Onun üstüde bir çevendazın heykil bulup kolunda neyz tutup bulgan. Şunda yüzünü kıygan vaxtıda, yüz taraf koygan vaxtıda aç taraftan bir adam çıkıdığanlıqını adam peraz kılıp bilal etti dedi. Manı muşu gömbez çüp ketken keçe güldür mamillik, yağmurluk keçi edi dedi. Muşu yılının özü, yani 329. yılı Türk kumandan Bechkim öldürüldü dedi. Bunun ornuğa Emiril Umara, Emirler Emiri, Leşker Başkıga Körtkin Deylemi degen adam Emiril Umara oldu. Muttaqi lillah Bechkimning Bağdat'taki bütkül mal mülklerini egelledi dedi. Bu şu devirde 1 milyon dinar idi. Bu 1 milyon dinar degen 1 milyon misqal oltun buldu. Bu bek çoğunga bir devletning iqtisadi hamda. Andan şu yılının izide Muhammed ibn Raik, yani bu Bechkimi Türkü Muhammed ibn Raik'tin Emiril Umara mensibini tatib algan. Muhammed ibn Raik qıçıp ketken. Bechkim ölgenden keyin, öldürülgenden keyin bu payda oladı. Muhammed ibn Raik 4 kim bilen bu Bağdat'taki hazırki egalib olgan adam var. Bunun bilan urush qilib 4 kun mag'lub bo'lib bu yo'shirinib ketdi dedi. Muhammed ibn Raik uning o'rniga yana bir qitim Amirul Umara butkul lashkar beshi bo'ldi. Hijriya 330 yil bo'lgan vaqtida Bag'dodda ig'ir mal bahası o'rlash yuz berib, bir ker buğdayning bahası 116 dinar ketdi. Bir ker deganimiz hamda odatda shu davrdagi o'lcham birlik bo'lib, bu Iroqliklar bilan boshqa shaharlarningki o'lchimida sal farq bor. Mesela Iraklıların ölçen birlikte
Bu taxminen bizim hazırki zamanımızda 2348 kilo buğdayını birker deydi. Başka şehirninki nezirde bu 1563 kilogram buğdayını birker deb hesaplagan. Demek bu 15-16 tağadan tatip 24-23 tağağıca bizden nezrimizde boğan bir buğday. Demek muşu buğdayının bahisi 116 dinar. Yani 116 miskal oltun degen gap. Qahatchilik nayet qattiq eg'ir bo'lib, hatta xaloyiq uylik taoplarni yeyishga boshlagan. Bag'dodda bundan burun buningda qahatchilik ko'rilib boqqan emas deb sifatlaydi. Muttaqi Lillaning zamonasida Baridi ismli bir odam davlatga isyon ko'taradi va Sayfud Davla buni bilan urush qildi. Sayfud Davla hozirgi Suriya tarafdagi cho'ng bir Hamdanilar davlatininki asoschilaridan. Nat cho'ng katta qo'mondan ham büyük shu davrdagi aqil. Bu Farabiyning isil hurmatli odam bu. Bu 330 yıl bo'lgan vaqtida Abul Husayn Ali ibn Muhammad al-Baridi davlatga isyon ko'tarib, buning bilan urush qilish uchun xalifa va Muhammad ibn Roiq tang chiqqan bo'lsa-mu, ammo xalifa bilan Muhammad ibn Roiq mag'lub bo'lib, bular Mavsulga qochib ketdi. Baridi Bag'dod va poytaxtni bulang-talang qildi. Xalifa Tikrit ketdi. Tikrit Mavsulga yaqin joy hamda. Saddam Hüseyin'ninki jutida. Bu yerda Sayfud Davla Abul Hasan Ali ibn Abdullah ibn Hamdanni uchratdi deydi. Ve onun anisi Hasan ibn Ali, Hasan ibn Abdullah. Bularni uchratdi deydi. Xalifa Muhammad ibn Roiq shu paytda qasdga uchrab o'ldirildi. Xalifa uning o'rniga Amirul Umara mansibiga Sayfud Davlaning enisi Hasan ibn Hamdanni tayin qildi. Buni Nasrud Davla deb laqab bergan bo'lsa, Aksis Ali ibn Abdullahga Sayfud Davla davlatning qilichi degan laqabni berdi. Bag'dodga bu ikkisini elib qaytdi. Baridi darhol vosita qochib ketdi. Bu hozir Iroqdagi bir shahar hamda. Zilqada ayda munda xabar yetib keldi. Baridi Bag'dodni oladi ekan degan xabar kelgandan keyin kishilarda davolg'ish paydo bo'ldi. Bag'dodning shu vaqtdagi yuzlik odamlari qochib ketdi. Xalifa Nasrid Davla bilan birga bo'lish uchun chiqdi deydi urushga. Sayfud Davla Baridi bilan urush qilish uchun mangdi, atlandi. Bu ikkisining oraliqda Madain shahrida nayt ig'ir bir voqea yuz bergan bo'lib, Baridi mag'lub bo'ldi. Vasitga xor zar holatda chekindi. Sayfud Davla vasitchi kendidan surib haydab mangdi. Baridi Basraga qochdi, chekindi. 331-yili bo'lgan vaqtida Rimliklar Arzan, Mayyafarqin, Nasibin qatorliq shaharlarga besib kirib, bu shaharlarning hozirgi bir qismi Turkiyada, bir qismi Suriyada. Ular bu yerda urib, talab, o'ltirib, sabi elib, ya'ni asir oldi deydi. Hatta bu Rimliklar, Yunanlıklar Ruha çirkavida Mesih, yani İsa aleyhissalatu vesselam özünü aytgan deb o'ylab oladigan Ruha çirkavidagi bir yog'liqni izlab tepishdi deydi. Shuni izlashdi dedi. Ruha hozirgi Turkiyaniki Anadolu'nun sharqiy tarafiga joylashgan Urfa shu, Urfaning qadim qismi Ruha. Hatta bu yog'liqqa İsa'nın surati sizilganmışlar. Bular muşni bilsanglar, bütün asir olgan asirlarni qo'yib birimiz deyishdi. Bu yog'liqni avatib bergandan keyin degandek bular asirlarni qo'yib bergan edi. Hijriya 330-yil bo'lganda vasitdagi amirlar Sayfud Davlaga qarshi chiqdi dedi. Sayfud Davla
Qurug'liq orqali Bag'dodni ko'zlab qochib ketdi. Ondan Mavsilga mangdi dedi. Chunki oksi Nasiruddavla Sayfuddavlaning qochib ketganligidan to'limi ansirgan edi. Hamda Sayfuddavla qochgandan keyin darhol Mavsilga Nasiruddavla qochdi hamda. Chunki shu paytlarda biz qarasak davlatniki poytaxtning atrofida bo'layotgan bu malomanchilik shu paytki Abbosiylar davlatiniki naqadar ojizligi bo'libmi Jiroq allarda Mag'ribul Arabiy Mashriq taraflarda Xorason, Turkiston zaminlarida qanday avval yuz berayotganligini biz shundan bilvag'il bo'ldi. Endi masala biz davlatda Tusun ismli bir qo'mondonning isyon ko'tarib chiqishi va muttaqi lillaning ko'zini uyib va shu asosda bo'lgan bir qism voqealiklar. Vasitdan Tusun ma'noda Tusun bu qadimgi ism turklarniki. Hozir qadar bizda bek ko'p Tusun Qori, Tusun Mehmet degandek. Bu Bag'dodni ko'zlab mangdi dedi. Bag'doddan Sayfuddavla Mavsilga qochib ketdi. Tusun Bag'dodda Ramazon oyida egallab, muttaqi lillah uningga to'n sarpaylani berdi dedi. Uni Amirul Umara mansibiga ko'tardi. Bu yerda hamda muttaqi lillah kim g'olib kelsa shuni amir saylayapti-da. Buning qo'lida huquq yo'q xalifaning. Muttaqi lillah bilan Tusunning orasida bir oz yerginishlik, yotlishish ahvoli yuz bergan paytlarda Tusun Abu Ja'far ibn Shirzat degan kishini vasitdan Bag'dodga avatdi dedi. Bag'dodga buni mas'ul qilib, buning buyrug'ini buruygan, chekligini cheklagan bo'ldi. Muttaqi lillah Sayfuddavlaga xat yozib, "Kelsan" dedi. Sayfuddavla zo'r qo'shinni boshlab keldi dedi. Shirzat Abu Ja'far Shirzat yo'shirinib oldi. Muttaqi oilasini elib Tikritga mangdi. Nasiruddavla nurg'un qo'shinlarni elib Kurdlar, Badaviy arablar bular bilan Tusun bilan urush qilish uchun mangdi dedi. Bular Okbura deydigan bir shaharda uchrashdi. Okbura hozirgi Iroqda. Okbar deb bir shahar bor. Sayfuddavla mag'lub bo'ldi. Muttaqi bilan ikkisi Mavsulga chekindi-da bu orliqda. Ondan bular yana bir qatim Tusun bilan ilishgan bo'lsa-mu, Sayfuddavla bilan xalifa Nasibinga chekindi. Bu mu shu Suriya, Iroq doiralardagi bir zaminlardir. Xalifa Misrning shu vaqtdagi valisi Exshit bek xat yozdi. Exshit bek bu mu Farg'onalik turklardan endi davrda. Darhol kelsan deb xat yozdi dedi. Ondan Sayfuddavlaning bir xil zerikkanligi, bundan sal ko'ngli xafa bo'lganlik ayon bo'ldi-da, xalifa Tusunga xat yozib, "Aplashib qolsak, sulh tuzsak" dedi. Tusun ma'qul dedi. Nurg'un qasamlarni qildi bu orliqda. Axshitbek Muttaqining qishig'i kelgan vaqtda Muttaqi riqqid edi, hozirgi Suriyada. Bu riqqidagi vaqtida Tusun bilan xalifaning sulhi tuzganlik xabari yetib mundaq dedi. "Ey podshohim, men sizning bir ojiz qullarman, qullarning o'g'liman. Turklar haddidan oshdi, ular jiq oldab, bizga jiq xiyonat qildi, go'lladi. O'zlarini men Alloh qilam topshirdim. Men bilan Misrga ketsalar, Misr sizlarning o'zlariga bir aminlik beray" desimu, Axshitbekning bu maslahatiga Muttaqi lillah qat'iy ma'qul bo'lmadi. Axshitbek o'zining shahriga qaytib ketdi. Bu yerda Axshitbeklar ayni vaqtida Tolinilar davlati Misrda g'ulab yo'qolgandan keyin Axshidiylar davlatini tutib mangan. Bu nihoyat yaxshi, solih
bir Türk qo'mondonlaridan, Farg'onalik turklar shu paytlarda davlatni bak pokiz boshqargan bo'ladi. Ham uning ustiga xalifalarga ait bak ko'ngil bo'ladigan, ixlos qiladigan bunda odam. Muttaqi lillah riqidan Bag'dodga 333-yili Muharram oyining 4'ida Bag'dod qarab mandi. Kütülüş için Tusun oldiga chiqib, bular Ambar bilan Heyt oraliqida uchrashdi. Bu Iroqdagi muhim shaharlar ayni vaqtida. Tusun hatto piyoda minib yerni so'yib qilib ketdi-da. Bu yerda bir aldamchilik chiqib turadi Tusunniki. Muttaqi lillah otqi men bo'ldi desimi unda qilmadi dedi. Ay o'zi tikib qo'ygan chidirg'i bog'ichilik oldida piyoda mandi. Muttaqi lillah otdan tushgan zamonlar Ibn Muqla vaziri va xalifa bilan birga turgan odamlar xalifa hammasini qo'lga oldi. Xalifaning ko'zini o'yib etdi. Bag'dodga xalifa ko'zlar uyalgan holatda kirdi. Buningdan xalifalikning nishoni bo'lgan asa, ton ve üzükni ilib aldı. Bu ton peygamberimizinki tonu ya. Bu halep kim bolsa şu ton şu vaqtida şu kişide bo'lardi. Tusun Abdullah ibn Muktefi isimlik Abbasilar cemaatidagi bir odamni keltirib buningga xalifa deb ustadi. Buni Mustakbi billah degan laqabni berdi. Andın köz uyulgan bichara muttaqi lillah bununla bayat qilib, o'zining xalifalikdan tushganligini e'lon qildi. Mana bu Muharram oyining oxirgi mezgillarida yuz bergan. Safar oyida shundoq deyiladi. Ya'ni buning ko'zini o'yayotgan vaqtida Qohir shundoq degan ekan. Bu xalifaning ko'z uyalgandan keyin Qohirmi mundaq degan. Qohir hamda boshda degan buning ko'z uyalgan xalifa bo'lgan, bu hayot vaqtida hamda. Shundoq degan. Menmu ham mening ustozim Ibrohimmi ham qariga ulab qoldik. Bu ikki shayxga, ikki qariga hamda bir yutlaydigan odam bo'lmaydi. Tusunlam emir bo'ladi ekan. Tusunga bo'ysunmay amal yo'q, chora yo'q. Çoğdan nerede buldu ki şu yer adamın maillik buldu degan. Bu mazaq qiliqlik bu adamda. Çünkü bunun ko'zi uyalgan. Çoğdan degende şu vaqtda ko'zini o'yab, zihni qizdi demasmi? İşte o'yid. Andan o ko'zini o'ygan vaqtida shu qonni qizitib basidi bir zihdan birini. Shuni maqsad qilmoqchi. Tusun mushu vaqa bo'lib 1 yil o'tmaylam u o'ldi. Ama muttaqi Sindiyaning uduldagi bir orolga chiqdi. Mushaga solab qo'yildi. Turmada 25 yil yatdi. 57-yil o'lib ketganga qadar bu turmada solaqda yatdi. Muttaqi lillahning zamonida Hamdi ismli bir o'g'ri qaroqchi bo'lib, buni Sherzat o'g'li kepillik bergan dedi. Bag'dodga kirib Bag'dod egallagan vaqtida. Bir ayda 25 ming dirham pul bersa, men sana kepillik qo'yib berma deb o'g'illikqa, ya'ni buni qaroqchilik qilgan maqsad bu yerda. Xalqning o'ylariga bis hujum qilib, mash'al bilan, sham bilan, chiroq bilan kirib lan xalqning mol-mulkini bulaverdi deydi. Askuru Dejlami deydigan bir qo'mondan Bag'dodning saqchiligiga mas'ul edi avadi. Onu tutup soluğan bo'lsa-mu, Ibn Sherzat vasitalik qilib uni yana qo'yib berdi. Mana bu 332-yil bo'lgan voqealar. Demak, bu davlatni bir uchun qaroqchi o'g'irli egallayapti-da shunga qaraganda. Hamda muttaqi lillaniki zamonasida o'lib ketgan bir qism mashhurlar bor. Bu davrdagi buyuk mashhurlardan Junayd Bag'dodiyning shogirdi bo'lgan Abu Yaqub Nahrujuri degan adam. Bu adamning ismi İshaq ibn Muhammad, kunyasi Abu Yaqub.
Öz devirdeki ehli sünnet vel cemaat ulemalarındaki meşhurlardan bulup Hicriye 4. əsrdeki meşhur sünni tasavvuf peşvalarından deb qarladı. İmam Zahabi rahmetullahi aleyh bu adamni arif ustaz deb süpetligen. Junayd Bag'dodiyning atrofida yurgan, Haram Makkada necha yil turib, Hicriye 330-yili dunyodan ketgan, o'lib ketgan. Bu büyük allamaning eng meşhur sözlerinden rastçılık, samimiylik degan gap oshkora ve yoshurun halda haqiqatga mos kelmak degan bo'ldi. Rastçılıkning, sözning rast ekanligining mohiyatini bilish, haqiqiy mohiyati hilak bo'ladigan joylarda bo'lindi degan. Bu adamning yana bir büyük sözlerinden tamak bilen qo'sqini to'yg'izishni nishanlagan adam mangu ochdir. Mal dunyo bilan boylik ko'ziga adam mangu kambag'aldir. Xaloyiqdan, boshqalardan hojatini tilagan adam mangu mahrumdir. Allohning g'ayri bilan o'z ishlarida yordamchi talab qilgan adam mangu xor zabundir degan. Bu davrda Qazi Ebu Abdullah Mahamili degan kishidir. Bu kishining ismi Husayn ibn İsmail ibn Muhammad Ebu Abdullah nomi bilan mashhur ishonchlik muhaddislardan ayni davrda Sunan nomli bir kitobi var yozgan hadis babida. Bu adam 235-yili tug'ilib 244-yili yani 9 yoshdan boshlab hadis anglashga boshlagan. Hadis öğrenişe başlayan bu adam. Şu devrdeki büyük allamilde hadis şunaslarda okugan, nurgun ustazlar zikir kılınan bu adamın. Bu adam şu öz peytide Irak ahlinin fetvada, hadiste en büyük uleması aylangan. Merce 60 yıldak baş Iraklıklarının ki törüge çıkkanda bu adam. Özüne ait dindar, fazil adam bulup Kufi'nin qazilik mensibide 60 yıl o'tgan. Bu asan gap emas. Bag'dod degende, Iroq degende shu mezgilda nurg'un ulamalar bu bir-biri bilan raqobat bo'ladi. Sal taylibga islom tushiraydi. Bu odamniki hokimiyat, shu qazilik mensibida o'tgan paytlari hamma adamni rozi qilgan, adil boshqargan adam bu. Bu davrda o'lib ketgan yana bir alloma Abu Bakr al-Farg'oni degan so'pi. O'zi Farg'onilik adam. İsmi Muhammed ibn Musa ibn al-Farg'oni. Farg'onilik degan nomi bilan mashhur. O'zi Hicriye 4-asrdagi sunniy tasavvuf peshvolarining kattalaridan. Ahli sünnet vel cemaat firqasidagi büyük ulama. Bu kişinin şu tasavvuf ilmiyle köp şug'ullanganligi bakrak qayd qilinibdi. Onun ustiga bu adam şu usul fiqh deymiz, fiqh ilmlar deymiz. Buni yaxshi egallagan. Öz davrda Junayd Bag'dodiyda Abul Husayn Nuri degan Iroqning shu davrdagi so'pilarda o'qigan. Tigi mush Farg'onidan keyin Marva kelib makonlashgan, shu Marvada o'lib ketgan. Bu adamniki endi meşhur büyük sözlerden tüvende bir neçe sözden temsil edip etaylık. Dünyada esirler ne çıkıl buludu. Öz nefsinin, şehvetinin esiri bulduğun adamlı buludu. Şehvetinin, şeytanın, havaya hevesinin esiri bulduğun adamları buldu. Öz sözünün, qaraş, bekişlerinin esiri bulduğun adamları buldu. Mənisiz qaraş, mənisiz sözlerninki. Bu pasıqlar deydi. Bu adamninki yana bir meşhur sözü umumen xaloyiq 3 tabaqada bo'ladi. Birinci tabaqadagi kishilar Allah ularga hidayet nurunu ata qilgan kishilar. Bular kufrdan, şerikdan, nifoqdan xoli kishilar. İkinci tabaqadagi kishilar Allah bularga inoyat nurunu ata qilgan kishilar. Bular kabir ve sag'ir gunohlardan xoli kishilardir. Üçüncü türkümdeki adamlar
Allah Taala ularga kifoyatni minnat qilgan kishilardir deydi. Ular hatto fasit, nachar xiyollardanmi xoli, g'aflat harakatlardanmi xoli odamlardir degan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk alloma Hafiz Abul Abbas ibn Uqda degan kishi. Bu hadis ilmining shu davrdagi buyuk peshvolardan. İmam Zahabi rahmetullohi alayhi o'zining tarix nomli kitobida bu odam haqida gap qilib, yodlash jihatda bir Xudoning mo'jizasi degan bu odamni. Hafiz. Bütün Bag'dodliklar Abdullah ibn Mas'ud zamonidan uning zamoni qadar buningdek hifzi kuchli odamni ko'rib boqmagan deydi. O'zining hadisni sanad bilan rivoyat qilgan deydi. 300 ming hadisni da eslay oladigan, muzokara qila oladigan ashta bir talant bor odam ekanda. 332-yili hijriya shu paytlarda o'lib ketgan. Buni Ibn Javzi degan olimmi o'z zamonasidagi hofizlarning peshvosi deb qaragan. Bu bir mo'jiz xarakterlik odamlar bunday odamlar. Onundan boshqa o'lib ketgan mashhur buyuklardan buyuk alloma Ibn Vallad Nahvi degan kishi. Bu kishining ismi Abul Abbas Ibn Vallad Tamimi, o'zi arablarning Tamim qabilasidan. Hijriya 4-asrda Misrda o'tgan buyuk arab tilshunosligi va grammatika shunos bir buyuk ulamo. Dadisidan o'rgangan. Dadisi Abul Husayn ibn Vallad o'zi Misrga arab til grammatikasini eng dastlab taqatgan buyuk allomildan bo'ladi. Keyingi mezgilda Bag'dodga borib, Bag'dodda ilm o'rgangan keyin Misrga qaytib kelib, Misrda ilmiy xizmatlar bilan shug'ullangan bu odam. Bu Bani Villat jamiyati asosan hammasi dadisidan tortib, bolalargacha butun jamoat hammasi shu arab tili, nahvshunoslikda mashhur. Bu kishi hijriya 332-yil o'lib ketgan. Bu odamniki Al-Intisar li Sibawi ala Mubarrat nomli kitobi bor, mashhur kitobi. Uningdan boshqa o'lib ketganlar nihoyatda ko'p, lekin qisqagina qilib shunchalik bayon qilinibdi. Qahir billaga hamda biz bayatning degan muttaqiniki ko'z uyalganlik xabari yetib borgan vaqtida shunday degan ekanda biz ishga olabdik. Ya'ni biz 3-chisiga muhtoj, ya'ni biz bo'lgan bo'lsa degan. Ashta bo'lib mustakfimo buningdan keyin kelgan xalifaning ko'zi uyalgan. Bu Qahir billah ish taraq bir xalifa qildi. Shuni qaragan vaqtida. Eng muhimi biz hamda shu 21-xalifa bilan tanishib chiqdik. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.